mini rostakasini apparatini ko'rib qoldim. Ko'rasizlar? Rangiga e'tibor beringlar. Yashil bor-ku, shunaqa chiroyli turibdi bu mashinada. Ma'mulaga endi e'tibor beringlar. Shuncha mashinaning orasida bitta mana shu ajralib turibdi. Qaranglar, hozir ichkariga kirib salonini sizlarga ko'rsatishimdan oldin tashqarini ko'rib olamiz. Diskalari 21 kattani Ferrari diskalariga o'xshaydi. Karbonoviy elementli ishlatilgan bokovoyda 360 gradus kameralari bor. Tomlari polni qora, lidar bor. Endi orqasini bitta ko'ringlar. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin Xiaomi ni rostakasi apparati 700 km dan oshib yurar ekan, xarakteristika bo'yicha 835 km beryapti. Endi mana bu tarafidan ko'ring. Gap bo'lishi mumkin emasmi? Yo'qsa bitta like bosib qo'yamiz. Mashina lekin olov. Mashina rostakasi olov. 3-2 sekundda 100 gacha chiqar ekan. Undan tashqari 4 talovi balonni tortadi. Qarilarni qarang. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas. Saloniga bitta sayohat qilamiz. Ruchkasini qarang. Ichkariga kirib ketdi. Tortasiz ochiladi. Salonda polni koja Alicantaradan foydalanib mana ishlashgan. Sidenlarni qaranglar, sportivniy sidenlar. Patologlari polni panorama Alicantara, katta monitor, bespроводной zaryadka telefonga, rulni qarang. Endi bitta narsaga e'tibor beringlar. Ko'rasizlar, head-up display katta boshdan oxirigacha mana shu qora joyi head-up display ekan. 3D ga o'xshab ko'rinyapti. E'tibor beringlar. Ko'rasizlar? Mashina lekin vashi olov. Rostakasim 700 km dan oshib yuradi. To'liq elektrический mashina, ko'rinishi sportivniy, rangi lekin vashi gap bo'lishi mumkin emas. Rangi shuncha mashinaning orasida ajralib turibdi. Narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa 69,5 ming deyapti. Narxini kimga qiziq bo'lsa pastda raqamlar qoldirganman. Aloqaga chiqinglar, Indeks bozorda ekan avtosalonligi, lekin olov menga yoqdi. Orqada salonlarni ko'rasizlar. Kattagina, keng, bemalol maza haydaysizlar lekin. Buni seriyasini full paket bu. Xuddi shunaqasini 75 ming sotishayotgan ekan. Lekin yangi mana mashina yashil rangini 69,5 mingga berib yuborishadi. Telefon qilinglar, balkim o't beriladigan joyi bo'ladigan bo'lsa, meni nomimdan borsanglar, balkim o't berishar. Uni u yog'ini o'zingizlar kelishaverasizlar. Mashinani tepasida kelib ko'rgan boshqacha. Kelib bemalol ko'raveringlar, ishoninglar, sizlarga yoqadi mana bunday mashina. Voy. Pilisoskilari ham bor ekan, tortib olib ko'rasizlar. Mana mana bu yerda Face ID degan mochar ekan. Mana hammasini ko'rsatib qo'yibdi. Mashinani ochish uchun bundoq qilsanglar bo'ldi mana. Qulandi. Ana texnika sizlarga. Like bosmagan kal bo'lib qolsin. Nima deymiz endi? Sog' bo'lasizlar.